Assalomu alaykum aziz obunachilar. Yuqori Ko'gilikda 7 sotilli xonadonimiz chiqib qoldi. 4 xonadan iborat, sanuzetlari bor. Oshxonasi alohida. Mevali daraxtlari bor, atrof to'liq o'ralgan, yashashga tayyor. Ishni ham chiroyli qilib qurilgan. Xonalarni ko'rsatib o'taman. Bu tomonda sanuzelimiz. Chap tomonimizda spalni joylashgan. Spalni tomonimizda sanuzel uchun alohida eshik bor ekan. Remontlari yaxshi holatda. Bu tomonimizda mehmonxona. Mehmonxonaning ham remontlari yaxshi holatda. Chap tomonimizda oshxona joylashgan ekan. Egalari uyimiz uchun 60 ming AQSh dollarini aytishyapti. Yana oz-moz kam bor. Pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz, to'liq ma'lumot olishlaring mumkin. Ba'da yana bitta xonamiz bor ekan. Remontlari yaxshi holatda. Kommunallardan hech qanaqa muammo yo'q, gaz, suv, svet hamma yo'q bor.